So'rayman, gunohkor qo'llarim ochib, ko'changda kessaydim yayrab dilginam, Ka'baning toshini yurakla quchib, qaniydi sog'inchning dardin aritsam. Suyugim, sarvarim Rasulullohning yo'llarida turib aytsam salovat, ketardi tashvishi butun dunyoning va qalbim topardi bunda halovat. Sahobalar bosgan tuproq kaftiga boshimni qo'ygancha orom olsaydim, Makka yu Madinam orzusan menga, chorlasang borsam u senla qolsaydim. Gunohlar boshdan-da ketdilar oshib, sening sof isingdan poklanay men ham, suratingni ko'rib ketaman jo'shib, zamzam suvlaringdan ichsaydim shu dam. Allohim, sen mening ishongan tog'im, suyangani sendan boshqa suyanch yo'q. Marjonlarga to'ldi ko'zi qarog'im, vujudimda yonay deyapti bir cho'g'. Menga nasib ayla diydor vasfini, qaniydi yashasam uying yonida, biri bo'lib baxtli Makka ahlini har tong uyg'onsaydim baxt ayvonida. Rasulim, men sizni yomon sog'indim, yomon o'tib ketdi yurakdan alam. Yoningizga bormoq uchun yalindim zoraga. Biz o'zgarib ketganimiz yo'q. Aslo kibrlanganimiz ham yo'q. Falaklarga yetganimiz ham yo'q. Haq oldida, xalqning oldida biz o'zgarib ketganimiz yo'q. Hurmat qilsa bizning go'shamiz, hurmatiga hurmat qo'shamiz. Kechagidek o'shamiz. Biz o'zgarib ketganimiz yo'q. Tushunarli Bo'ronovich, men ishga boryapman. Tushunmadim shunday. Nima muomala bu? Yana ishga ketyapsizmi? Ha, boring, keting. Sizga faqat ish kerak. Siz vaqtingizni faqat ishingizga ajrating, menga ajratmang. Menga umuman vaqt ajratmang. Nima qilasiz menga vaqt ajratib, to'g'rimi? Boring, siz ishingizga boring, siz keting. Nabi Bo'ronovich, bugundan boshlab men ishdan bo'shadim. O'ylab qarasam ayolimga, oilamga vaqt ajratmayotgan ekanman. Ming bor uzr. Bo'ldi, yig'lama azizim. Bundan keyin doim yoningda, uyda yotaman. Mana ahvol. Ishga bormang, menga e'tibor bermayapsiz dedik. Mana ahvol.